Hamda bolani videosini bitta ko'ring. Shunaqa ham video tayyorlaydi bu eshak. Matematikani jinnisi do'stlar. Men buni hisob-kitobda o'zim qilib chiqqanimda prosta shokka tushganman. Sizlar ham xuddi shuni hisoblab ko'ring, do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Podpisatsiya, laykni unutmang. Xo'sh, ketdik do'stlar. 2 dan boshlab 10 gacha bo'lgan raqamni bittasini tanlang. Tanlab bo'ldingizmi? Uni 2 ga ko'paytiring. Ko'paytirib bo'ldingizmi? Chiqqan sonni 5 ga qo'shing. Chiqqan sonni 50 ga ko'paytiring. Ko'paytirib bo'ldingizmi? Undan chiqqan javobini 1774 ga qo'shing. Qo'shib bo'ldingizmi do'stlar? Agar shu yil kuni tug'ilgan kuni bo'lgan bo'lsa, shu yil ichida tug'ilgan kuni o'tib ketgan bo'lsa, bir raqamni qo'shing. O'tmagan bo'lsa qo'shib o'tirmang. Bir raqamni qo'shdingizmi? Undan chiqqan son javobini o'zingiz tug'ilgan yilingizni ayirib tashlang. 3 ta son qoldimi? Birinchi qolgan son siz o'ylagan soningiz, ikkita qolgan son sizning yoshingiz. Sog' bo'ling.